Putinidan olib ber. Charchab qolaman-da. Jonim bolam. Ko'p ish qilib urinib qolasan, jonim bolam. Bir daqiqa e'tiborlaring qaratinglar. Dadajonim keldi. Arslon o'g'lim, hech bo'lmasa mana shu zo'ntiyi boshingga tutib olsiz o'tib qoladi jonim bolam. Dadajon, bu issiqda siz soyabonsiz ketsiz, o'g'il degan nomni men qanaqa yelkamda ko'tarib yuraman? Rahmat o'g'lim, rahmat. Ana ko'rdingmi? Bittang ham otangga shunday qilmaysan, bittang ham. Otasiga soyabon olib kelibdi. Yo, dada, nabarot dadasi soyabon olib keldi. Bu dadasi soyabon bergani yo'q. Sen shunaqa gapimni ayb qidirib turib, ha? Ya, ayb qidirganim yo'q, rostini aytayapman, dada. Gap qaytaryapsan? Ye, qani gap qaytargani? Sen hali ozgina kuchdan qolsang urasan ama? Dada nima uraman sizda? O'sha hozir urmoqchi, kel. Kel. Ro'shnolik ko'rmadim sendan. Biror marta ro'shnolik ko'rmadim. Dada bo'ldi qilasizmi? Yo'q. Dada dema meni, dada dema. Xo'p, g'ani aka bo'ldi qilasizmi? Men sana akang bo'lib qoldim. Qachon odam bo'lasan? Nima qilib berding menga? Siz nima qilib berdingizmi? Voy bola, g'ani. Obbo, shu bemeholda chiqadi qo'shnidan. Kel bo'pti. Arslon o'g'lim, sen bilan faxrlanaman jonim bolam. Ha, dada, siz bilasizmi, turib o'zimga havasim kelib ketadi. Agar men boshqa odamning farzandi bo'lganimda, yo, men o'zim dadam bor deb siz oqtarib topardim, dada. Rahmat Arslon o'g'lim. Kel mehrga zor. Qo'shnilar oldiga to'xta, zo'r vaziyat. Arslon o'g'lim, charchab qolasan, yo'qman jonim bolam. Yo, dada, siz men yoshligimda yelkangizga ko'tarib katta qilgansiz. Siz yelkangizga ko'tarib, men chiqing dada yelkamga. Qo'y bolam. Yo, chiqing. Tushunasiz dada, og'irmasmi shu? Ko'taringni qarab tur, ko'tar. Bekor aytdim, bekor aytib qo'ydim. Ket chiqing dada. Dada, shu ketishda Meksikaga olib ketaman, O'zbekiston Portugaliya o'yiniga olib chiqaman, dada. Jonim bolam qiynalib qolasan. Girish o'sha uyga qaytadi dada.